Bizga 25-mart sanasida 68 yoshli erkak bemor murojaat qilib keldi tez tibbiy yordamda. O'ta og'ir ahvolda, nafas yetishmovchiligi 3-daraja, hushi karaxt holatda olib kelindi. Bundan tashqari bemorda o'pka sun'iy ventilatsiyasi va CPAP apparati qo'yildi. Bemorda tashxisi bemor bir necha yildan beri chekuvchi, 20 yillik stajga ega. Bemorimizda surunkali o'pkaning obstruktiv bronxit kasalligi aniqlangan. Shu natijasida ham bemor chekishda davom etganligi sababli 1 yil oldin bularda chap o'pkasida onkologiya aniqlangan. Bemorimizda o'pkani teshilishi kuzatilgan. Mana ko'rib turibsiz, bemorda chap tomonda o'pka to'qimasi umuman aniqlanmayapti. O'pkaning yuqori qismida onkologiya, undan tashqari suyuqlik va yuqori qismida o'pkaningda havo aniqlanyapti. Maslahatlashilgan holatda punksiya qilib o'pkadagi suvni va havoni chiqarib tashlash amaliyoti o'tkazildi. Hozirda bemorimiz stabil, 2-3 kundan so'ng terapiya bo'limiga o'tkazishga tayyorlanmoqda. Dinamikada mana o'pka to'qimasi ancha yaxshilangan. Shuning uchun bemorimizda xudo xolisa ijobiy dinamika kuzatilmoqda. Chekish og'ir asoratlarga olib keladi. Biz chekishga mutlaqo qarshimiz.